Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mazali cho'zma lag'monni sayini birgalikda tayyorlaymiz. Ishni mahsulotlarni to'g'rashdan boshlaymiz. Pekin karomini o'rtasidagi o'zak qismini xuddi shunaqa qilib to'g'rab, qizil, ko'k, yashil, xohlagan bulg'or qalampiriylarni katta-katta qilib to'g'rab olasizlar. Oq turibni shunaqa parra qilib to'g'rab, piyozni ham somoncha shaklda to'g'raymiz. Bir dona katta pomidor yoki 2 dona kichkina pomidorni kubik shaklda to'g'raymiz. Go'shtlarni yiri-yiri parra qilib to'g'rab olamiz. Men mol go'shti bilan qo'y go'shtidan foydalandim. Seldirni faqatgina bandi qismini to'g'rab, chesnogimizni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Qozonga yog' solib, go'sht qovurishni boshlaymiz. Go'shtlarning rangi o'zgargandan keyin piyoz solamiz. Hamda soya, chesnokka ozginasini solib, go'shtni 20-30 minutga dimlab qo'yamiz. Deyarli pishib qolgan go'shtimiz ustiga tomat solib aralashtirib, karom hamda oq turibni solib, baland olovda yaxshilab qovuramiz. Ustiga seldir bandlari, bolgarskiy pomidorni solib, yana qovurishda davom etamiz. Albatta baland olovda qovuring. Lag'mon uchun maxsus ziravordan chesnok hamda tuz solib, yana ozgina qovuramiz. Maxsus ziravorni ziravorchilardan bemalol topishingiz mumkin. Qovurilgan sayimiz ustiga qaynoqqina suv solib, seldir barglaridan ham solib, 10 minut o'rta olovda qaynatib olamiz. Tayyorgina lag'mon ustiga sayimizni solib, ustiga seldir barglari hamda ozgina chesnok bilan dasturxonga tortamiz. Juda ham mazali, mazasi og'zingizda qoladigan cho'zma lag'monimiz tayyor. Yoqimli ishtaha.